Bir kunda necha bora gaplashsak-da salom berib ayb menda bo'lganda ham kechirimni u so'rardi. Men uning jilmayishidan jahlimdan tushardim erib. Rashkim kuchli edi, ba'zan urishardim qattiq. U ham oldingi qizlarim eslab so'roqqa tutardi. Undan o'zga qizlar endi qiziq emas edi ortiq. Ba'zida qo'ng'irog'im tunda uxlamay kutardi. Arazi yarashardi, yuzini olib qochganida mehribon edi juda. Issiq kiyinding deb doim orzu qilardim. Bir kun kelib ertalab ko'z ochganimda halolim bo'lib uyg'otsin ertalab turing deb qo'yib. O meni bir donam edi sarvi qomat tofati jonim yuragimga oromim edi labi shakarim lablari bolim. O meni bir donam edi sarvi qomat tofati jonim yuragimga oromim edi labi shakarim lablari bolim. Uyqu aslida unchalik chiroyli emas ekan. U ham hamma qizlar kabi oddiy bir qizil qatori sekina qo'yilsa-da vafoni bilmas ekan. Soddaginam desam u bugun boshqasin xushdori. Uxlamay qo'ng'iroq qilishim kutmasgan asli u shunchaki kech uxlarkan. Men bo'lsam bo'lmasam u ham shayton vasvasasining oldida bo'larkan. Taslim u ham yolg'on gapirarkan kaminaga muntazam. Ayb menda bo'lsa-da u kechirim so'rardi har. Balki uning ayblari menikidan sifatlidir. G'azabimni uning bitta arasi qilardi hal. Balki uning jilmayishi men o'ylagandan xavflidir. Soxta ekan bu mehr, soxtadir rashk qilishi. Unga qiziq emas asli issiq yupun kiyishim. Tayin bo'ldi xotin bo'lsa umrimni ham yeyishi. Bu gaplarim andisha qilib tilimni tiyishim. Endi bilsam arzimas ekan pulim.